Xerjov'dan Verdo Akento. 2023-yil Xerjov oilasidagi eksklyuziv kolleksiya hisoblanadi. Bu adashmasam 2015-yil chiqqan, faqat duxoba ko'rinishda chiqqan. Yangi versiyasi Londonda Harrods uchun chiqarilgan maxsus nashrli parfyum bo'ladi. Juda ham ajoyib chiqarilgan. Nimaga Verdo Akento deb nomlangan? Ma'nosi yashil ohang deb nomlanadi. Bu brendning ortida Sergio Momo turibdi. Egasi 1964-yilda Turinda tug'ilgan. Yoshligidan parfyumga qiziqib kelgan. O'zi grafik dizayn va san'at yo'nalishi bo'yicha tahsil olgan. Parfyumga ishqibozchiligi buvisi bilan otasidan o'tgan. Buvisi antiqa kolleksiyalarga qaragan. Otasi sharq davlatlariga borganda o'ziga yarasha ziravorli narsalar olib kelgan. Nimaga logoda X harfi bor? Birinchi tomoni ahamiyat beraylik. Qaraylik, X yozig'i tekis, ikkinchi X taraf bo'lsa yumshoq qilingan. Birinchi tarafi aniqlik bilan hissiyotda qilingan ekan, ikkinchi tomoni bo'lsa his-tuyg'ular bilan san'at ekan. Ajoyib a? Xerjov atirlarining ichida eng mashhur qilgan parfyumi 2015-yil Nexus parfyumi. Nimaga Nexus? Erba pura emas, Accento emas, Opera emas. Ular Saspiro oilasida chiqqan. Saspiro, Xerjov, hop, Casamorati hammasi bitta oilaga tegishli. O'zi bularni tegi eng birinchi shu mashhur qilgan brendi Saspiro oilasi edi. Azizgina muammolarga duch kelgan paytda Sergio Momo aqlli o'yin qilgan, Xerjov oilasiga asos solgan. Xerjov oilasida shu Saspiroga tegishli eng mashhur parfyumlarni sirasi qo'ygan. Opera, Accento, hop, Erba pura eng mashhur atirlarni qo'ygan. O'sha paytda eslasanglar, hamma hozir Saspiro shunaqa Xerjov oilasi ustida duxobali bo'lardi. Parfyumni olib qo'liga ushlagan paytda ayollar ko'proq foydalanadi. Krem surtgan paytda, atirni sepaman degan paytda qo'lida baribir yog' bo'ladi, krem bo'ladi. Ustidagi duxobalari namlanib g'alati bo'lib qolgan yoki parfyum yonidan bundan qo'yib yuborsa oqsa duxobani yirtib yuborgan. Xuddi xunuk ko'rinishga olib kelgan. Shunaqa ko'rinishda chiqarishni boshladi. Duxobali yo'nalish faqat Saspiro oilasida qoldi. Qopqog'iga birinchi qaraylik. Nimaga uchli simon bo'lgan? Bu qadimgi Misrdagi firavnning tojiga, ya'ni kuch-qudrat ramzi sifatida bu ko'rinishda qilgan ekan. Ajoyib. Bismillahirrohmanirrohim. O'sha Accentoni hidi qolgan, patchouli, vetiver, sandal yog'och qo'shilgan. Bilinar bilmas vanil oldindan bor edi. Asosiy 3 ta nota qo'shilibdi. Xerjov oilasidagi o'ziga yarasha eng mashhur parfyum deb hisoblasa ham bo'ladi. Bekorga Harrods uchun maxsus nashrda chiqqan. Maxsus nashr degani o'zi uchun bilib olsangiz bo'ladi. Ichidagi ingredient juda ham kuchli, boshqa lineykalardan farq qiladi. Mijozlarga hidini ko'rsatgan paytimizda yengillik bormi deb kelishgan paytda mana buni ko'ring desa, to'xtab qolishyapti. Test tariqasidan 5 olishdi, butun ko'rinishni ham sotdik. Xo'p, o'zingizdan xarid qilsangiz deganlar uchun YouTube sahifamizda link bor. Ustiga bossanglar, Telegram sahifamizga o'tib ketasiz. O'ta narxlari, grammlari, rasmda to'liq ma'lumotlar bor. Bemalol o'tib olsanglar bo'ladi.